Assalomu alaykum. Qadra qavlama yaxshimi? Eshitma. Aylinkilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rpaqamsiz keyin. Ha, ma'qul. Kiring. Paho. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz, muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz yo bir ko'tirib chiqib qo'yamdi? Bu qani, o'tiring. Baq. Ho, qoltishgana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'q-so'qmi? Voy, nima qilsiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'q suv yetmaydi. So'q suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynatib quvvatini o'ltirayotgan suvda nima mazza deysiz? Chimangel. Bir chini so'q suv akira qizim. Mana hozir. Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Aralda yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomida e'lon qilasiz. Bu nima deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsani yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha bir narsani o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib berdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomini e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lida o'qiganini ko'rsam, shuni o'zi kifoya. Qizil yuzligim yorim ey Navat bilene jügan. Hoy, biyala nimanda tutuq? Qini. Ko'zdan ketdiqdan ha. Mush ko'zini taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsani haliga boqmay, aynak taqib olgan odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib bordi, qarang. Burunlarda dehqonlar ho'ylarga kirib, gandovoz tatib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, "O gandan tatib olinglar" desangiz, "Voy, nech pul bersa, o texi men nima ko'ryapti" deb qopiladi qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamning siyos tugandicha qarang, ushchug'i tukirib yozaverimizdan ha.
O çağda qalamga siyah chizma desangiz, ilqonliq kelgan gap qechib ketdi. Bu yilqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tükürük to'g'risin bir narsa yozaymi deyman. Agar yozib qolsam, cho'qim sizga ip kelma. Nima? Endi mush tükürük to'g'riliqmi bir nima yozmoqchimisiz? O nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sal chaqlamang. Agar yozgan bo'lsak-chi, mushu dehqonlarni ketman chapqanda-chi qarang, qo'liga tükürüp turib ketman chapidi. U ketmandan sepenchang tutma deb shunda qildi. Ba'zan so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdi qarang. Sozandilar dutatdan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Ha, bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'g'lar beshimizga tükürib saqib qoldigan. Agar yozmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar hech bir qasam siz cho'qib kelma. Hey, bu yıl Xotan'da paxtan bahsi bir akıl düşüp ketdi, anladınız mı? Sizin iş Xotan'ınızı istetemezsiniz. Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yıldan başlap ki kanun orumuk yakıdak. Şimal kutupdaki bazı memleketlerde kan gevaglab iş kıvar deydi o. Buni da atqan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushuntirib bo'lmaydigan heliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tahrir bilimidagilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yargıdak bo'lib qolsa, o'zingizning nomingizla e'lon qilavering. Dapat yüzlü ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini andan o'zimning nomimda e'lon qilay. Taqtuqga qilmagandimi? Dedim-ku, zaman o'zgaryapti deb. Havarim o'zgaryapti qarang. Oltinchi oyda qayoqqa qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying. Oy, nimada en soğutunay bunu? Oya, Sametcanlar dükünü görüp vallahi olan birden birimden oturumuzda bana başka şey olmadan ki. Yani şu iş kılmağındayım dana. Kotan kalkıya ekşiden anlaşmaydı kan. Kündü içip otamayımız onu. Ayda yılda bir kıtım ara jığılıp bana içip otururken ki. Bop demisi, baldırrak kaytıp gelesiz. Ha? Sığırıp gitemsek ki. İşmeyin nasıram. Aras, keş kalmay kaytıp gelişi unutup kalman ha? Hemen kadar var. $500. Geçtim. Ben mi geçtim? Sen mi geçtin ama? He? Sen çu. 500'ünü aldım. $500. Geçtim. Tonmanımı aldım. Geçtim. Çekindim. Yigirmini ko'rdim. Oy, rangli. Rangli. Anam nima da?
Mani görüp bak. Üçte. Kim emas mı? Qadıraq. Ağaylar. Yani oynamışlar ya, oldu mu? Ha, şu. Ha, oldu qılaylar, oldu qılaylar. Qasam qaysa. Et ko'rishlar. Shunda qilaydi. Mahma. Elimizni quridi. O'tirsan qo'y. Maqmamsan? Mandinlama. Qasım şoförge Ahmet tazı geldi de şu an esma. Qasım kalkıp Ahmet şu geldi esma. Bir nöbette. Qasım ka bugün Ahmet'ten taz geldi bu ha? Bunda çota fotur vardı ha? Sizler çota vermeye kutlanmayın ha. Bana az olsun sen Sefbay. Bu senin. Bu sana çıktı orada. Bakalım sen. Koş. Çıkın bak. Ağinler. Ezme işitime. Hoşça. Osman adaş. Ala bunu. Davamlıq işimiz. Mana ikki qiziq gap bilan ish mavzuni. G'az adaş, qiziq gap deganni, men Anvar ishkinglarni anglaymiz. Qanday dedim afsona? Gal, ele bakasini araqchilab mayqib yetimizmi? Onda ikki qiz afsona loyib ketadigan, onda yumshoq dangal yo'q. Bu şahsen geldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir günü padişahning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir sarayga kirib qopdi. Qarag'idek bo'lsa, sarayning 4 dimg'aliq soat esiqliq to'g'idek. Bu soatning birisi asta, birisi tez mengayotgan. Shuni bilan o Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani alemdeki her bir erkişiga qarda esilgan saatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa şunun saati tiz aylindi debdi. Bu yumurmu hikoya? Şunu bilan podshoning ayoli Hörparidan "Amisi mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdikan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldiruj qilib oldi" debdi. Peki kalan. Ay yenkem o. Eyvallah. Ötken doğağı. Bir toyda bir çoka bilen ufuğu çık kaldım. Ama kasabetinin sağırsı alametken cıma. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig turdi ekan emasmi? Bir haftacha shu cho'kani ishlab chiqdi men. Kecha tutishim buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi de? Ala. Xo'sh. Hey. Bir men buga ishni uqtolaman, men buga vaqan angladingmi? Nima ishni? Sanatni angladingmi? Yo'q. Bir mes, bir stol bu üstülüp uğulup gitmişim. Xuddi tangalda keçilib ketdi-da. Tapmaydigan gap yo'q-da bu zararni. Hozir chet elda bor o. Choshni tushirib deb, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-dek. Hey, seni bir şey dayavgandaki burtoni budir qilib chatalik qilyapsan. Bana adamlar bir şey söyleyeceğim. Esselamu aleyküm. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yoktu. Tuttu. Taza
Beyzi kılıçlar da. Keling. Qani keling, birga o'tiraylik. Qani. Teshma, avalыңlı yaxshi. Mushu nasıl degan nimani va iznimiga ayirib qolmadi. Bizning malda bir qari odam bosdi. Shu og'ay chiqsang deb bek topilib ketgandi. Mushu do'konda bor deb analiz qilgandim. Nasıvalgo batdi, tugab ketdi. Onun ustiga nasıval chekadiganlar ozlab ketgachga yasaydiganlarning tayini yo'q. Manga bir kishi ekib turib turdigan. Uzoq bo'ldi, umi kelmaydigan bo'lib ketdi. Men qarang, biror romka ichib qo'yamsiz. Bo'pti, ichib qo'yay. Xo'sha. Xo'sha. Endi kirib ichib ketdi, xo'p. Bale, mana. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshundaq apligrak joyni topsam, azroq ichib qo'yman. Ichib qo'y degan. Mau bir botul aroqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tang ichayli. Voy. Qo'ying. Bo'pti. Arqimizmi yetarlikda. Bo'pti. Bumi sizning ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Bayatınkı sizning hürmetingiz. Endi mau sizning naq növbetingiz. Qani buni bir ichib qo'ying, ha? Eling. Bale. Qani, xo'sha. Bir ko'rgan to'nish, ikki ko'rgan tuqqan debdikan. Bugun har biringlar bilan tanışıp qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam, qandoq deysizlar, ha? Bu bo'pti, aytavering, naqsh bo'lsa olmaymiz-jimi? Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Cidim pida bulsun ey sana Cini ey pida Cinim pida bulsun eyvah ay sana Cinidin keşken ey satayınlar ey aşina Qaşa. Aşina bulsun ey sana ey Yasin'in ade derdin vay aman rahmet bu alamet peyzanız varken bu eline işittin. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben mındaqlı etib qo'ydim. Tazı tigis qiladigan bo'lsam, men degan naqshlarni qatlabli qo'yaman. Hozirgi ikki qiz kaldirlaydiganlar o'zini men naqshchi deb oldigan bo'ldi. Naqshi deganni bog'u Abduvali Jarullayevdek, Davudjon Nasirdek Mana mendek etmemde. Qandaq dedi. Ağiniler.
Mao dükkanını işidin takap koyup aramgıda bir otlamaylı mı? Sakı. Ben edep küçük kire. Edep. Edepki. Ne babda çıkıp girem. Edepki gerek yok. Astırak. Havayla. Üzep çıkmasın. Üzep çıkma. Oltre. Ben edep. Siz gideyim de çıkayıverem. Gerek yok. Edep. Edep. Gel içim aldı gel. Kasabet nakşini hali yaman emas eydidiken ha. Lekin kaçtı ha. Endi kim? Ne kaçtı? Rahtiga bu iş lasnıza. Bugün acep işçiyesi kaldı mı? Rahtiga bu koyunu içmeymen değmen yanlış kalın. Ağineler. Moşu yakından beri chet elde maxsus xotun yo'qlarga xotun, eri yo'qlarga er bo'lib berdigan bir kesip ronaq deyiptidek. Ularning qizlari bo'lsa shunchalik silva, erlari bo'lsa shunda qovul kelamish. Ular bo'sh vaqtlarida boshqa ish qilmay muskullarini chingitib o'tiramiz. Mushkin duago hamma narsa ta'tir ag'inilar. Ilgari saqal burut deganda mush dadillar qo'yib, bolalarning ingaklari pak turdi. To'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlar kuchib, cho'nglarning ingaklari taqirishib turadi. Rasaytda. Qaranglar, chet elda bir galostuk chiqibdi-da. Uni taqab yotgan odam faqat xo'rak topmaymish. Voy qo'poy! Topib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texmayada. Hozir dunyoda bog'u nomrodlar höppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Mana ey, mush hozir chet elda bog'. Voy, bolalarni achishga chet el qo'ya, chet ellarni. Ag'inilar, boyatin kirgan bizning eliqi naqshchi ag'inimiz u nakatda. Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andu. Ag'insi yo'liq qoldim-ku tam. Ag'inilar, u zodi masmu yoki saqmo? Sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatin mush do'kon qilib maskirib tikavi. Qachon ma aroqni ichishdan qo'rqib tikavatganda. Ya. O kayfchilik bir yak yiqilib qolgan gap. Uning o'tirqida qochadigan degan emas. Ag'inlar. Ma soatmi bir yaga berib qopti. Ne chopdi? Ma aroq peşimi çıktı eminim. Asta qaytmayli mi? Mayli. Ketdi. O'qtaymiz-da. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tardik. Qaytdi. Maqsudlar kuch. Samet Dügülek. Samet Çakır. Dükkanını takap mağmamsınız bile. Ağiniler. Sizler avval mağaştırınlar. Nema dükkanı takıp tutla, kaynındırlar. Ağinin Dügülek. Astıra. Mağaştık. Mağıl hoş. Ağzı iyiydi mi? Mağdak.
Ha, iş qilgan narsa ne etmas. Acaba bir taraşık edip kettin motorunu saççı. Kısık otura. Qisqa taraşqa jim o'tirayotgan ku. Menda qissamaydiganlar bor ku. Bu işlerimi gördünlermi? Hey, ayak berip olta. Nima kelganda endi? Seni uyingga keldimi? Uyda? Bilamadik. Her qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganligingizni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolalarimning oldidan bu yerga meni haydablar keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qatim kirishim. Men ko'zimni ochsam soqchimi to'sib o'tirman.
Keçiş motoru kulak menen yepti ketitke qarang. Dükkan kirgan bir xaridarning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglarchi, qaysinglar oldinglar? Tova. Madad tuhmatni. Oy biz qaysi xaridarning pulini yopdik qo'y? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib hariq ishga hali xaridarning pulini-chi? Qanday gap bu? Dükkan deganga xaridor degan gap tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmisang, kim oladi bu pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamaga. U xaridor bilan birga o'ltirib hariq ishganli gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, Shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xeyli ig'ir maskandoq. Keyin adak chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi. shu To'g'ri, ma tuhmatni qara. Hammanglarning masligi tex yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin ongda paranglashak. bu nima ish qildi? Biz qanday qilgan gapdi? Ozgina shu boshini. Hey, sen nima qildigan odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik, shoför. Uncha bola ko'p pulni nereden olding? Nima ish qiyinini qilib yuriysan? O pullarni tijorat qilib, terisi etib topqandim. Bugun mas'ul qolib ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmak chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmaskansan-da, ha? yo'q. Mening herkes undaq niyetim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamda nurg'un pul botdi. Uni qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani o'sha do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tashrif aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan bak. Ma! Ya Allah. Bu qara tuhmatni oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketdim. Zodi tanımagan odam deganda so'rini hargiz tatmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoq ko'tarib yuribdik, ha? Shu emasmi? O'g'ri degan o'g'rining bizni soqchiga so'zlaydi. Uning do'koniga tushgan qiziq. Shu emasmi? Ey, agar bu seni do'koniga o'g'irlik qilmagan bo'lsa, biz bu qara tuhmatni qanday qutuldik? Shu emasmi? Elim aman esan qilib chiqdik. Xudo shukr. Çağlap oynanla, çağlap oynanla.
Oylab sözlanglar, çağlap oynanglar. Oylab sözlanglar, çağlap oynanglar. Oylab sözlanglar, çağlap oynanglar. Ya Dügülek. Qanday bu? Osman, marab tuğuş öyle çıksamamdı. Bo'ldi. Men bayağı ötüp ketayotgansin. Adas bana ötürme. Bo'ldi. Voy, bana ötürme. Qaytay. Voy, bana ötürme. Aras, Osman. Seni saçla izlemegandi. Nima izlaydi? Sen izdima? Yo'q, endi deyman ha. Anvar g'ozla teshdiqdi. Ya yaxshi, ulam necha kun bo'ldi seni ko'mir deb yurdi-ku. Dan sonra pastım. Hoş emisa. Qasim, nima qilyapsiz? Hey, nima bo'ldimiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasim, unday qilma. Qo'yver. Nima qilganingiz bor? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishqa bunday qilasiz? Bu bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi. Aytdingizmi? Unday saranglik qilmang, Qasim. Saranglik Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Pullarni tepma. Pulning derdimi sarangliksiz? Qilib qizil sarangliksiz. To'xta. Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning derdini sarangliksiz. Sarang. Voy Xudoyim, nima bo'lgandi? Juriysa. Qachonli qarsak taqoq turdi uning do'kkina. Chiqqan bo'ldi. Sizni yo'qib ketdi-ku. Jura osmonni izlab baqili.
Assalomu alaykum adash. Qada olinglar yaxshimi? Bormisan? Nima odam? Shu naymangatim sizlarni izlab maqdim. Yo'lda tepishamidik. Samarqandga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamda. Şiyag hazır berip geldik. Dukkini takakkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uygini berib baqayli. Voy nima deydiganda uyga chiqdim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha oldu bir ağız gapima üntüsüli yo'qolib ketdi va. Deyman bu Ey, bu yerda talishibdigacha malisi berib turib taqmaylimi? Yuranglar shunda qilaydi. O bir peshkalik bo'lib qolmaganda yana. U degan so'roq chopsam qocha. Nima deb, meni bekadim nima deb urishsa deymi? Buna sana. Ne bo'ldi? Nima shop ketdi? Yer turinglar. Qopsa. Ey, Sarang. Nima ish bo'ldi? Ha? Sarang ova, men emas. Nima bo'lib ketdi? Bika. O'ta bu yoqqa. Mana keta. Ey, o'zingni oyisang bo'lmamdi. Ey, men nima qildim? Uningga esilgicha qaçsang bo'lmamdi. Ha? Bika. Odam ursa, bo'lamdi ekan, mening izzat hurmatim daxl tariz uchurda uni jazolab berishing kerak. Uni qo'yib bergan bo'lsam, biqilringga toza bir yegan bo'lsang bo'pti ekan, ha? U degan sarang tursa, sarang bilan tang bo'ladigan senmi sarangmi, ha? Sarang odam urmaylimi? Hey! Sarangga sot yo'q deganni anglamaganmi? Ha? Oy. İşçiğini yediğin civay demek. Tazım vuruptu da siz ne? Aram kurtuldum degine o sarangdan. Elim Xudayım saklaptı. Ağır vatamda. Çekem. Siz mi o saranga esi sürüp kastınız olmamdı? Nimdep mi esi sürgensiz o saranga? Onun saranglığı men edim bilime. Köp gündüz adam vurganda qarganda qeyip qızıl sarangını oqşaydı o. Yamanca qurbatga oqşaydı, ishki beqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasanız yaxshib qalasiz. Doktorga apiraymi ya? Ya bo'ldi birdam aramay olay. Jirana bo'lmasa a'y kirib birdam yetib eling. Bu yerda yatsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy bel. Beshim. So'mkini og'ir opir beramsizlar. Yo'q, sabr bera. Yo'q, senchi. Sabr bera. Ammo qo'l. Men so'mkini ola. Sho'ldi. Ha, qanday qilibadimmi? Ha.
Voy. Voy, nim bo'ldingiz? Nim bo'ldi, Osman? Keling, o'tiring. Sizning kasalingiz odatiy kasal emas, Osman. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Ben sapsaq tursam, nervimda qanash chatashqidi meni. Qarang, bekadimga qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Men eliqi saran quloq tuyib urayotgan lekin nervimda azar chataq chiqqan o'xshaydi meni. O'xshaydi. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'lib qolmang. Ya, ko'rma. Bo'ldi. Sen olsan o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Kesir ko'ztamsiz? Ha, o'zimni bir tashxis boqay degandim. Ismingiz nima? Osman. Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nimani so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdan. Oy. Avval nerede ishlayotganligimni so'rab elib, xizmatimning yuqori tuvalligiga qarab birdim demoqchi-ku siz. Sizningcha men qandaq manfaati tegadigan bir yerda ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'yadi demoqchiman. Mushum davolash oldimi? Qo'y sizdek doktor ko'rmayman. Qo'y sara. Ha? Men sarangmi? Sarang. Rost sarang. Ey, gap qilmasam, texmini sarang deb tilovatida. Ey, doktor deb ayab qo'ydim, bo'lmasa quloq tugi salatdim. Sizin doktorga ko'ringiz borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'tdi yinib kelsangiz o'manda, ha? Sizin tasın bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy meni narim sarangka. Voy men odat saq odamlarni saq tursam? Voy doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelganning o'zi sarang o'manda.
Aldığını neymense ayollarının rızkını yiyemem. Oturup tokudek daha çok mu yedin? Ben sana kanı tokuku. Aslında burcun bari seklerdi geldi. Qaranglar, sarang nima chiqib keldi bu yerda? Qasim aka nima qilyapsa? Sarang nima deyapsan-da? Pulumni izlayaptimi? Hay, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan bak qo'q. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina. Sen qiziq ekansan. Bo'ldi, chaqamanglar. Shundoq qilaylik. Pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'tkazib akatlasang bo'pti-ku. Bora, menga jiga. Qaranglar uni olib Sarangni ishqi bo'rg'andan keyin sen sarang. Qaranglar, uni derishkil o'xshab qolg'inni. Asli nahayat yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi. Hey! Bu abinin başına! Ne kapırsa? Nima ishing uzatdi? Siz meni tonimaysiz. Ammo men sizni erimizni tanıyman. Erimiz shu topda o daryo bo'yida bir qiz bilan oppoq chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, ishqillah. Kishi deganga o ishongili bo'lmaydi. Aras, men o mashinani akagandim. İşenmisiniz, men sizni opiray. Yengici zaten şengil olmaydı. Bir özemli bir göz koymuşsa ularının hemmisini sakçı tutup vereyli. Şunda kılaylı. Asım bugün bu sorağınızı aldıma yapkandı. Herhalde ihtiyaç kılaylı. Bunda kama kaldı. Kopana? Kopana? Bil oynayımız, ha? Etmez mi oynayla etmez? Kopana, kopana. Hey! Ya qaranglar, sarang Rasulullah o'pkis akaga o'xshamadi. O sen degandek sarang emas ekan Juma. Mana keldi. Hey, piy bilan o'pkisda akagan bo'lsang, bu yerga kelib o'ta. Bo'la. Mana ma Yusuf. Mana ma o'pka. Mana ma piva. Bu hiçbir şey. Oldu. Köyge.
Oyna. Acem yaxshi bo'ldi. Acem yaxshi bo'ldi. Oyna. Oyna. La 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 la. Ne bo'lding? Naqmi shu. Hey, nima mashinamni olib qaytsa? Hey, sen bana tanımsan tanımamsan. Ya. Bu degan saram. Elimi yaxshi mashinangni bir yer so'qlatmabdi, shuningdan xo'sh ol. Kim saran ki? O'zing saran. Qaranglar, kim qachadab qoldi? Bunun nemisini ko'rsataymi? Ya bir-birini vaqtdan ko'tarib basamisa bu. Voy adash. Biroz yuzib o'tdi. O'yin endi qiziydi deyman. Ha. Nasıl sokağa sürüşte köye geçe? Osman ağayımızı çağırıp kasap babamda deyman. Samatni yo'qab ketdi. Osmonning qarisi ko'rsatmasa, am yaxshimish qora so'qishtirishni ko'rayli. Aroq ichib, yana o'tdagidek sochni ko'rib qolmayli deyman. Ha, qo'ya qo'rq gaptiringni. Bizning yoq odikimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ishkimiz ishimiz. Ha, biz bilan birga aroq ichgan xaridor qilib ketdi demish. O'ylab baqa, shuningdek Samat degidakmi yo'qoldi. Osmonni kech ko'raydi. Hammasi shu aroqni tasarrufi adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Oldi qilgana adash. Hey, sen bir so'm pulni o'g'riga berib qo'ysang, sarang olib ketsa, pul degan ashqat mehri yomon narsa bu. Jira bo'ldi. Qo'rq gapni qo'yib bir yantib o'ltiraylikcha. Mana. Ha? Hocam. Voy nima bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Yilqi, men san gapini qilpagan yilqi sarangchu. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Ma bir piyol sovuq choyni ichsangiz yaxshi bo'lib qolasiz. Sovuq choy ichmayman xotin. Sovuq choy degan sovuq suv yetmaydi. Voy. Sovuq suv ziyonliq davasa, yana sovuq suv ichasiz? İçin amani. Ichmayman. Tazim bir sarangda gap qilar ekansiz. Sarang. Yeni sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Odam sovuq choy zo'lga o'zing sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Voy, yelib kirgida men qo'rqima. Hey! Ha, qanday, ha? Çıktı. 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 Oya! Yavaş ol. Hey! Men degan Çıktı. Men saram. Yarayma. Ben Cüret. Dert kutucuda ciddi bir iş çıkıp kaldı. Siz gidersen. Ha şu. Makul. Kim yeter? Ha.
Gidin lan ha. Yer gidin lan. Yolu boşun lan ha. Otur. Sen nereye gidin lan? Yolu boşun lan ha. Yolu boşun lan. Ha yolu boşun lan. Vay. Mağara şimdi alametsiz zaten. Hey, bu resim kimsizdi? Hey, sen nima adamsan? Ben Saran. Kelime. Hey, ben asıl Saran. İşenimsançı, xotumda sorap bak. Doktorum şunda dedi. Hey, benim yalanımda çatak çıkınca xil olup kaldı. Xotumumda ufkudu bunu başkalar fakat bilmeydi. Doktor şunda dedi mu? Hey, ya ben seni donup kaldım. Sen Saran satıyor diyen ko. Bunu qanday qilsam bo'la? Hey, bu yoqqa. Men qo'yibdi. Buni bilma. Buni lekin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha. Sen urgan heliq saqchi bo'p qo'yibdinglar deganlik uchunlar sana kangchilik qildik. Yana mushunda qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rosti Saran bo'g'im yo'q qarang. O'sha Mirvandan sal chatoq chiqib qolganda qildi qarang. Bir Saranning qo'rqinch chiroyi ko'z oldimga o'chas, Saranda qilib qolmanlar qarang. Bo'ldi. Ma. Buni lekin diqqat qil. Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet Tugulak chiqish yo'q qoldi ekan, ha? Qara. Ha? Voy. Dangal! Ya Dangal! Ya Osman! Bağır dostum, yaşladın mı? Bağımı sen adaşım. Sen ne kettin? Bağımı sen. Ha, yaxşısan. Salamat tudun vakine. Anlasam seni saqchiq kirib qopdi deydi rasmi? Ha, gapqilma adaş. Desem gapakchi. Samatchan qani. O dukkan ichiyotdi. Sen ko'midingmi? Ulan onu dükkan ne kayıp oldu ben fakat tapamadım o. Adaş, bu sen bilen biz cem bulunduğun o dükkan yok. Ha? Cüre. Biz seni başa parayla. Cüre. Samet Tugulakning dukkani mana bu shu. Oho, olamaz. Yürü, ben girmeye çabuk. Yürü. Oy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingda yaxshimi? Ola dükkanlarni alomat katta qilib olsajmi? Bu shishlik qilib Mana qo'ydim. o'zing shunda payzob alomat katta kutsa-da. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridarni yo'l silib olay, ha? Oho, alomat o'tkazuvchimi buni ichi? Yürüyorlar. Onun kolu boşamag'idek. Bu yerda yerim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lishga o'xshaydi. Shu emasmi? Samatchaning qo'li bo'sh emasga, jiringlar ketaylik. Juringlar, ketaylik. Hozircha uni dukkanni o'zdirib ketdi desak, ijozimiz ketdi-da. Ko'rdinglarmi og'inlar? Bugün azraqli pul tepib, odam tanimasa qopdi. Hey, tapqinini o'dinaq yutib aktalam Ay, de. halligina. Amni bir yama xotini qo'li qoldi o'sha. Ey, mal dunyo qiziqqancha bu Saranning ishi. Hey. Qancha o'simi? Samatcha Saran emas-da. Ey, ush birovdan og'inimizdan bizga mushundaq muomala qilgani qaraganda, ay, uni satamasmi? Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib og'inlar bir yantib o'ltiraylik-chi. Bugun mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Ay, qanig'ich bir ishlaylik. Shunda ko'nglimizga gapni qilib birdan o'ltiraylik.
qilgan ishni yana saralg'i tutdim nima buniki? So'kkamniki. Aka so'kkamni. Mana. Kim qilib etkinmi? Hey, meni aqar so'kkam pullani. Men mayup qalanı arzu tıkmagatım. Sen eli vaksa. Keşke pul ne deydi gelsiz? Pulun derdidi nervanızda ateşip saran oldunuz. Yeni ne mi pul? Pulunu deyip be. Hey! Bu hükmesini, bu hukukuyla. Pullarını deyip be. Pullarını deyip be. Bu hükmesini, bu hukukuyla. Pullarını deyip be. Pullarını deyip be. Bekçi kurtarmasma. Oldu kılım. Hem de her kancı kısınızma. Uğurluk gelmeydi. Aşı harak diyen necisi içmeyen bozunuz. Muş iş yok. Sen Raslı pullarını almadın mı? Saralınız tuttu mu? Karı akarmaz, saran sakaymaz diyen. Eskirtkende. Sen yani beni sarağında atsan. Hocam! Doktor! Almamı kadanı bir kere. İlhamı meşhur kemeden İlhamı rastı çatak çatan değil mi?
Voy. Voy Sametmisan? Voy qanday qo'y jinim og'inam avvalim. Qanday ahvoling? Salomat tudingmi? Voy assalomu alaykum, ahvoling yaxshimi? Ko'rinmaysan. Salomatsizmi, yaxshimi? Ha, tishmadosh. Tishlab, Voy tishlab. qaysi shamollar uchirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening ko'ni ilqitim. Albatta izdab kelaman-da. Voy jinim aday salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? Yaxshi. Shuning uchun paravoz Kira. Hey, mehmon keldi. Ha, mana. Jirodash uy kiraylik. Oy. Tezmi? Qanday ahvolingiz? Savoqdan turdingizmi? Yaxshi. Qanday? Valla, uy ichi tezlikda. Teshliq. Choy iching. Men bu sizlarni ya yo'qlab kelanmidim, ha? Choy ilang. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketibsizlar? Uni bilan kelishammidik? Ha, men chiqishim qaraman. Choy ichga o'tiringlar. Ha, aday, ahvoling yaxshimi? Teshliq. Hey Osman. Sizlar dukkanga nima ish kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgansa, o'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'shig'imizda nima gap bor deysa, aday. O'zingning muomalasi shunday tursa. Rost gap qilmading. Hey, shu chaqda u so'mkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi demoqchi sizlar? Ha? Va qaysi so'mkini? Va mana non turibdi, gapingni birsini tushunmadim jima. To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatma. Shu chaqda u ag'ina adab chiqib kiray deb yo'q edi. Ha. Qarasam, uning so'mkisi sening putoning yenidil qilib qapti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'q juma. U chaqda so'mkining ichida nima borligini sen bilmayding, men bilmaydim. Shundaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysa? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qolgan ishlar bo'lib turdi-ku. Meni vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu Pompeo turgan so'mkining ichida nima bordo deb bakka qiziqqandim. Desam ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi bor, qiziq bir dunyo. Ha? So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. Opdan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining so'mkisidan bir xotir daftarni ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demamsan? Uning bu shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zirikmay yozib chiqibdi. Haqchan o o'ylanmay yurgan bir bo'ytaqning qilgan bir qatim bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'ilib etkili tasliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak, biz xili uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kelib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Longini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmay qoldim. Maslikmi taqab ketgandek bo'ldi. Qarasam, so'mkining ichi liqliq bo'lgan. Keyipçilikte isimni derhal yığamadım. Ama nim bo'lsin, bu chiqtilgan dukkanda qo'ymay uyga yetib ketay dedim. Tova, asli shundoq ekanda. Mana ag'ina, sendan yoshirdigan hech qanday ish qolmadi. Hey, keyin qanday qilding? Yo'q, so'mkini ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkidagi uning pulimi-di? Hammasi bor-ku, xalqlarni qoqishib, tutib olgan pullar. O'g'irlagan bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmag'ach, menga yo'liq turgan. Hey,
bu sırrını menden başka sen bilsen. Başka adamga demegen sen. Xudoya tova. Ey, men bu gapni endi anglayotiman senden. Men bu adamı gerçekten bilmeydiğin adam emas, Osman. Elik pullarını hazırca dükkanımı desmi kıp durdum. Paydası olsa den göremiz. Hazırca az bolsun mu, ma o 5000 son pulunu sen turmuşunga işletip durgun. Ola. Yo'q. Ma pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al, unda qilma adaş. İş bununla tükümeydi. Biz yakın elağıydı o. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 son birime. 600 son. Allah adaş. Bu diyen senin hakkın. Anlasam eli kıkım avaz senin aldığın tosup uruptu o. Kaç qimavaz? Eli bizim dükkan kirgen kım avaz çok. Voy, senin dükkanın qiliqi nasıl so'rab kirgan odammi? Del şu. Oo, makallabni. Ey, mush pulning dardi sarang'gan nimidigina? Voy, isit. Oo, voy, isit. Osman, hoş emesin. Ma'lum. Ağzını çıngırak tutçu mu? Eğer başkaları dep koysan saçlar bilip kalsa bizni aldaptı dep. Seni mi solaydı, meni mi solaydı? Uftulma. Hoş emesin. Hoş. Osman! Samatcan qani? Samatcan qani? Ketdi? Nimaga uduqsiz? Men dixslay tamoq etib beray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversan, keyin o'zimiz oshqamaylik. Nimdoq sarangda kep qilsiz Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmasa tamoq etib berib sarang bo'lib qolmadim. O degan sizning og'ayningiz tursa. Xudoyim tavba. Qandaq o'g'ini bu. Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Voy. Osman qavo. Ey Osman. Ey Dangal! To'xtag'da! Osman! Dangal! Ey Osman! Voy, nimiz qo'ysa to'xtatmaymi? Voy, to'xta! Ey Osman! To'xta deymi? Voy, nimiz qochsa, ey! Ne yo'qoldi bu? Adaş bu Osman bizi ko'zlab qochdigan bo'ldi. Uningda nima bo'lgandi? Sarang olib qoldim ya. Nimada sarang ishini qilib yuridi u? Samat o'zgardi. Osmonmi o'zgarsa, bu zot qanday bo'lib ketgan adaş? Beliq oqshimi kirgan odamning orqa chatoqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarang bo'lib qopti deb anladim. Samatmi o'zgarsa, Osmonmi o'zgarsa, bugun sen bilmandimi chatoq chiqmasa? Yo'q gapni qilmag'ina. Kira, oyoqlarni izlab baqaylik. Ana Osman! Voy!
Bundaq pulni oşu igijaqsız tul xotundan xəşligin halal. Toxta! Saran, indekse! Ben sana ne oldu ya? Kim saranken? Sen beni udunga! Saran, neymiş kursa? Kim saranken? Adem baba! Saran da odamda deke! Seni bir de baka! Kim saranken? Kim saranken? Koydun mu? Saran, bakadım bakalım! Bakadım bakalım! Saran! Ya sen mi tosunun köketmeyin? Saran ulan tavuk verirse. Ben onu işini mi kımırsam? O öz kelibini beni vurup gitti. Saran. Uağa müş etrafta bir son konuş turup koyuyor. Saran olup gitti. Bamış yakşı opırttı. Hey Osman, quduq ba o'yladi ki hali qikamagal xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul deb topdikan, hukumat topshirib beribdi qarang. Xudoyim tova, rasmini sarankan-a u. Nima? Nima desa? Bu dunyo saqadab qoldimi, qolmadimi? Sizga nima bo'ldi? Hajab hayron qoldingiz-ku? Ha? Eshitma. Ey, xotin, men yezitlik tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelajim. Men ham og'rib turibdi, qarab turib saram olib qolmay yana. Nima qaraversiz, paktashgan so'ymadak o'ltangiz o'ltamansiz. Ağzınızı çakı edip yakılınca mı? Ben paktaşken soyma emas. Osman ben. Osman'dan gelgen ben. Bu paktaş şu. Soymun teşidu. Dangal taşmaydı. Ey. Ben çoğa yazık tukallarını ki var. Kallarını sergitip Lelan'ı aramadır edip git var ben. Sizin şu tukum satmadınız. Oy. Bizden oydıca bir iştep baypak var. Sizgi top doğru geldi. Ey. Kışınkini olsun gerek olsun. Bizimki birin hemen birey. Siz günü momiyaydığa okşamamsınız. Şopurustan başını toxtağa çıkmalı. Siz günü kaç kilo fısırkaysiz. Ben bilen bilirsiniz ki günlüğüyle kişilik koydu. Oo, itap para saram. Saram. Kim saram? Üzan saram. Şopurustan.
O saran kotunu maşından çürüt yakşı kıldınız mu? Köp günüz adam ki gözlü kısılatıdı. Adaş, sen tormozunu tutup otasanmam da. Tormoz? Maşında tormozu tutup oturmam ha. Adam baba! Bunun benim oldu ya! Şoförü harap etsin onda. Oy! Ne buldun oy? Pul yok da otattınız. Hacep obdayay tıkıp koyup dikensiz ha? Opalni nima qilding? Nemi kılattın? Hazır kalktı 2000 son pulgu nemi kilitlersiz ey? Balığı bırakır kingecek aldım. Yani uşakça karşan töledim. Un, güreç, may, haras. Snopul nağız ketken onu bədim. Kağıdığım mağı kiyle aldım. Çıraylık mı ki? Tazı optan boldu. Oy. Keşke kuruq so'mkin ko'tarib yuraveramiz ha. Kichikroq bir narsa olsam da. Kichik sağdek bir narsa olsam bu. Ey ha, yotma Sametcan mı o? Va shuka. Ya Sametcan aka. Hey, Sametcan. Hey, Samet. Hey. Bak oldu qila. Çıkırın onu. Dövlekning ahli ne? Edik do'konga xaridorning pulini dal mushka zapilib olgan. Nima? Nima? Nima desa? Edik tushib ketgan pulni mush o'g'irlagan. Bu kasab boyib ketdi. Bu bichora sarang'ib mashina vaqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'zga ilib qo'ymasa. Bu bugun saqchig'ut deyman uni. Osman, o'ltira. Zad nima ish oldi? Hey, sen Sametcan bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq deyna adash. O'tiraman so'zlab beray. Ha. Yo bir kuni o'g'il, shu bir narsa sezib o'tasam uy kirib ketdi. Ha. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmadim. Yaxshi o'tdi. Nima boshimga qo'yib. Yaxshi o'tdi. Qaranglar, xaltsika ekan bu. Xaltsikalikda gap yo'q. Buningda modernizm, yangi prozchilik, smovolizm, aniqimi deganlarning hammasi tepiladi. Modernizm degan naq mush hikoyada aks etgan. Bu haqiqatan qaltika ekan. Yaqinda men bir jurnalda chet el yozuvchisi Zolaning shu xildagi bir asarni ko'rganda qilib edim. Mayakovskiyning So'lg'i Marks degan she'rimi modernizmning tarmog'i bo'lgan posternizmga mansub. Buni ko'rdingmi? Ha? Ko'rdim. Ras. Bag'an sira do'tlashib ketyapmanmi qandaq? Tushdik sutning o'rniga sovuq suv ichsam bo'pti ekan. Boshqalar mendan bu hikoya zodi qandaq yozilgan deb so'rab qolsa, nimami deyman? Ishonmadim desam, o'zimni oshkorlab qo'ygan bo'lmam deyman. Hey, ağaylar, şundaqmı deysizlar? Ben o hikayenin mazmununu qil tushungan bo'lsam, o'lay. Sen nimini bilse? Tushuniksiz, ammo qiziqarli qilib yozishning o'zi bir mahorat. Freud san'at tush demak to'g'ri degan. Baş muharrir, sizningcha bu hikoya zot qandaq? Ha? Yangi uslubdagi asarlarni oldirab inkor qilib atsak-mo bo'lmaydi. Qani. O'zinglar muzokara qilib bekitasizlar. Bu asar yangi uslub Rastçıl insan buluş bekleyi Haklı sözler aklı kara bilmeydiğen Nereye azet gelgendim o oynatmay neyre Hem cayda daim dostunu oylaydiğen Nereye azet gelgendim o oynatmay neyre Hem cayda daim dostunu oylaydiğen Şen insanda
kaçar. Şen insan dertke muhtaç emas, amma turmuş kısmet kıynar her kaçar. Mensiz közlemni istekte mangsang mu yira, tusar lekin oldingni daryo tog'dava. Mensiz közlemni istekte mangsang mu yira, tusar lekin oldingni daryo tog'dava. Gider hemmesi, kalar fakat dildi yangan arzu armanlar. Bozumu köp bu hayatta gülgidin yığa, hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Bozumu köp bu hayatta gülgidin yığa, hak sakla vicdanını